Bu yıl 2. ayının 14. günü 1765 yılı Manching imperiyasi Uyg'urlar diyorini birinchi qatim ishg'ol qilib, 6 yildan keyin Uchturpanda yuz bergan mustamlikaga qarshi ozodlik qo'zg'oloniga 257 yil to'shdi. Bu qo'zg'olon tarixda Uchturpan qo'zg'oloni, Uchturpan ağalar arasında bo'lsa jigdi yig'iligi, Manju Ching sulolasi hujjatlarida bo'lsa Uchturpan isyoni degandek nomlar bilan atalgan. Uchturpan shahridagi 7 qizlar maqbarasi va Uyg'ur xalqi ichida keng tarqalgan 7 qizlarim hikoyasi ana shu Uchturpan qo'zg'olonida dushman qo'liga tirik tushishni xohlamay, o'zlarini tog'dan tashlab qurbon qilgan 7 nafar fidokor qizga oid bo'lib, keyingilar ana shu Uchturpan qo'zg'oloni va uningdagi 7 botir qizning xotirasi uchun mazkur qabrini qatorgan edi. Uchturpan qo'zg'olonining kelib chiqish arx ko'rinishi shuningdan iboratki, Qing imperiyasining ishg'olchi qo'shinlari 1759-yili qattiq qarshiliklarni bostirish va qirg'in qilish orqali butun Tangri tog'larining janubida Qing imperiyasining hukmronligini o'rnatdi. O'zbekiston Fanlar akademiyasining tadqiqotchisi 18-19 asrlardagi Manching imperiyasining Uyg'ur elini ishg'ol qilish tarixini maxsus Qing sulolasi tarixi arxiv hujjatlari bo'yicha tadqiq qilib, Qing imperiyasi Jung'ariya va Sharq Turkiston, Qing imperiyasi va Sharq Turkiston 18-asrda nomli kitoblarni Moskvada nashr qildirgan professor Abduhat Xo'jayev afandining yakunicha Qing imperiyasi Uyg'ur elining shimoliy va janubiga qarta qattiqqo'l harbiy ma'mur idora qilish tuzumi o'rnatdi. Chalonxon Uyg'urlarning har qanday qarshiligini rayimsiz bostirish, rayimsizlarcha qirg'in qilib, qaytadan bosh ko'tarishiga, qaytadan o'z davlatini qurishiga yo'l qo'ymaslik siyosati yurgizgan edi. Chalonning ideyasida, g'oyasida birinchidan davlat tuzumini butunlay yo'q qilib tashlash, taxt varislarini yo'q qilib tashlash, boshqa davlat tuzumi tiklanishga yo'l qo'ymaslik, bu nihoyatda chuqur bir o'ziga o'zlashtirib olgan. Chalon faqatli o'ziga o'zlashtirish emas, hatto atrofidagi odamlarga shu fikrni singdirgan va qo'shin boshliqlariga, Sharq Turkistonga uvatilgan qo'shin boshliqlariga shu narsani buyurgan. Bu hujjatlarning orasida shunday maxfiy farmonlar bor. Bu Rossiyani arxiv hujjatlarida bor. O'zi Jung'arlarning nufuzi 600 ming bo'lgan. Shu urush natijasida qattiq qirg'inga uchratib, bularni shu 600 mingdan 100 ming odam qoldi. 100 ming odam qolganda yana buni 100 ming odam bir joyga joylashib qolsa xavfli bo'ladi deb parchalab bir qismini Oltoyga, bir qismini Qarashaga, bir qismini Ili vodisida, bir qismini Cho'chakka shunaqa qilib bo'lib tashlaydi bularni. Çin hükümetiga qarshilik ko'rsatgan yoki qarshilik ko'rsatganlarni qo'llab-quvvatlagan, shularga ham ahang bo'lgan, ularning fikrini qo'llab-quvvatlagan xalqlar hammasi deyarli qirilib ketdi. 1760-yili portlagan Bashkaram qo'zg'oloni bilan 1765-yildagi Uchturpan qo'zg'oloni ana shu Qing imperiyasining qirg'inchilik va qattiqqo'l siyosatining natijasi edi, deydi professor Abduhat Xo'jayev. Ankara Universitetining Türk tarixi bo'yicha doktoranti Muhammad Ali afandining qarashicha, bu 1765-yildagi Uchturpan qo'zg'oloni amaliyoti 1757dan 59gacha bu Qing sulolasi bizning vatanimiz Sharq Turkistonni besib olgandan keyin va'da ig'ir zulm siyosatini yurgizdi. Va'daki ba'zan bir g'o'jilar ki shundaq tabiqadagi kishilar bilan birlashib, xalqni so'mirib, xalqni bo'zaq qilib, zulm qilib, xohlagancha o'ltirib, mol-mulkini bo'lab qo'ygan ekan. 1765da Uchturpan qo'zg'oloni yuz berdi. Uchturpan qo'zg'oloniga Rahmatulloh bey Akufka Shkaylan va ularning singlisi Maysixon, keyingi 7 qizlarimniki boshchiligidagi bular rahbarlik qilib bir qo'zg'olon bo'ldi, ya'ni bu Qing sulolasi hukumatining shu bostirishiga qarshi. Uchturpan uchoqlarda uch deb atalgan bo'lib, bu qadimiy shahar va uning atrofidagi yezlarda 20 mingdan ortiq aholi yashagan edi. Uchturpanga omborlik tayinlangan Suching va uning o'g'lining Uyg'ur xalqiga solgan zulmi chakka yetgan. Ularga hatto Hokimbek Abdullohmi moslashib, xalqni tang qaqti-soqti qilib zulm solgan.
Soching va uning o'g'li shuningdek Uchturpan turishliq Manju Xitoy askarlarining Uyg'urlar ustidan yurgizgan mushtum zo'rlig'i haqorati chekka yetgan bo'lib, bu hatto Ching sulolasi o'rda tarixlaridami xotirlangan. Soching va uning o'g'li qatorliqlarning Uyg'urlarning xotin qizlarini xalagancha oyoq osti qilishi, haqorat qilishi xalqning nafratini qo'zg'ab, portlash darajasiga kelib kelgan edi. Mana shundaq ahvolda Soching yuqorining o'rinlashtirishi bo'yicha Uchturpan aholisining 240 dona jigdi ko'chatini quritib etmasdan Beyjingga ko'chirib apirishni belgilab, ko'p sonda odamni bu asharga tutdi. Uchturpandan Beyjingga piyoda holda 240 dona ko'chatni quritib etmasdan, buzmasdan elib berish tasavvur qilg'usiz zulm bo'lib, bu balki tamoman mumkin emas ish edi. Uchturpan qo'zg'oloniga oid Uyg'ur tarixi rivoyatlarida qayd qilinishicha, lekin xalq ommasi amalsiz bu safarga otlanishga majbur bo'lgan. 1765 yil 2 oyning 14 kuni jigdi ko'chatlarini ilib mangan hasharchilar to'pi Uchturpandan 18 kilometr neridagi Yilqichidong degan yerga kelganda yerib qolgan hasharchini urgan va o'ldirgan Manju Xitoy cheriklaridan g'azablangan mazkur hasharga mas'ul qilingan kichik bag rahmatulloh hasharchilarni boshlab qo'zg'alib, barliq cheriklarni o'ldirib, qo'zg'olonni boshlaydi. Orqadan u Uchturpan shahriga besib kirib, shaharni qo'lga tushirgan. Manju amaldori Soching va uning o'g'li o'zini o'ldirib olgan. Abdullah bo'lsa o'limga hukm qilingan. Mana shuning bilan 6 oyga so'zilgan mashhur Uchturpan qo'zg'oloni portlaydi. Atrofdagi butun aholi shaharga yig'ilib qo'zg'olonga qatnashadi. Bu vaqtga Ching sulolasi tarix hujjatlarida qayd qilinishicha, buning bilan Aqsudan qo'shin boshlab bostirishga kelgan Manju qo'mondonlaridan Nashitong va Kataxaylarning necha qatimliq hujumlar tarmar qilindi. Akuku Rahmatulloh va Asmatulloh beglar bosh bo'lgan Uchturpan xalqining bu qo'zg'oloni tez g'alaba qilib, atrofga kengayish qarab yuzlandi. Manju ordisi va imperator Chanlong Uchturpan qo'zg'olonidan xabar tepib, darhol ili generali Mingruyni qo'zg'olonni bostirishga buyurdi. Natijada Mingrui ilgirki ili Aqsu, Qashqar va boshqa joylardan 10 mingga yaqin qo'shinga qo'mondonlik qilib, Uchturpan shahrini qatma-qat qo'rshab olgan. Ching sulolasi tarixiy yozmalari, Jo'ng'arlarni tinchitish strategiyalari qatorliq tarixiy hujjatlarga tayonganda, Uchturpan aholisi va qo'zg'olonchilar Uchturpan shahri sepili ichiga kirib olib, 6 oy qattiq qarshilik ko'rsatgan. Dushmanning doim sepilga qilgan hujumlarini chekindirishga ayol, qeri cho'ri, hatto ushshaq bolalargacha qatnashib qarshilik ko'rsatgan. Natijada sepilga hujum qilgan Manjur Ching qo'shinlari shaharni ishg'ol qilishga amalsiz qolgan. Shaharni ololmagan Ching sulolasi qo'mondonlari oxiri shaharni qatma-qat qurshab, suv yo'llarini kesish, ochliq manbasini kesish qatorliq yo'llar bilan shahar xalqini ochliq, kasallik va boshqa turli qiyinchiliklarga duchor qilish orqali taslim qilish, shaharni ishg'ol qilish chorasi qo'llangan. Tarixiy manbalarga ko'ra, Manju Xitoy qo'shinlari shaharni ishg'ol qilgandan keyin Uyg'urlar tarixidagi bir qatimliq dahshatli milliy qirg'inchilik sodir qildi. Professor Ablahat Xo'jayevning Ching manbalari bo'yicha qayd qilishicha, ular Uchturpanda dahshatli qirg'inchilik qilgan va oxirida yana eshib qolgan aholilarni Aqsu va boshqa joylardan ko'p sonda kishini ilig'i surgun qilib, dehqonchilik amgigiga solgan. Uchturpan qo'zg'olonimi xuddi shuningga o'xshagan qattiq qo'lliq bilan bostirildi. Uchturpanning aholisinimi, demak, hammasini deyarli joydan qo'zg'itib, boshqa joylarga yo'tkab tirik qolganlarini, o'limga mahkum qilganlari o'lib ketdi endi albatta ko'plari. Xullas, shu paytda shunda bir cho'ng qirg'inchilik bilan bu qo'zg'olon bostirilgan. Endi Uchturpan qo'zg'oloni haqiqatan 6 yildan keyin ko'tarilgan. Albatta shu mashu Uchturpan xalqi jendin to'ygandan keyin ko'tarilib qurolli qarshilik qilishga harakat qiladi. Lekin yana bir qo'zg'olon bor. 1760-yili Qashqarda shu Beshkiramda bir qo'zg'olon bo'ladi. Unimi qattiq qo'lliq bilan bostirib o'tadi. Shuningdan keyin ikkinchi qo'zg'olon bu Uchturpan qo'zg'oloni hisoblanadi. Ankara universitetining turk tarixi bo'yicha doktoranti Muhammad Ali afandining qarashicha, Uchturpan shahar ishg'ol qilingandan keyingi bu qirg'inchilikni hatto Ching sulolasi ordisi o'zlari tarix manbalarida xotirlagan. İmparator Chanlong bunda qattiq qarshilik ko'rsatgan Uchturpan aholisini shahar ilingandan keyin birini qo'ymay qirib tashlash haqida buyruq tushirgan. Ching sulolasi qo'shinlari Manching ordusimi buni besiq turamay 8-oy, ya'ni 2 oylarning o'rtalarida o'tirib chiqqan bir qo'zg'olon.
8 ayda aran bastırıldı bu çağda. Bular nəhayət qanlıq usullar bilan bütün xalqni tamamen degidek qırıb taşladı və qapqağalarını mı G'oljaga, eliga, pağlab, andikan. Aşında derecede bastırdı bu əməliyyatda bir qırğınçılıq tamamen bir yo'qlish bo'lib hisoblandı. 1765 yılı 8 ayının 15. günü ahırı şəhər içində bir qism xayillar çıxıb, qo'zg'olonchilar boshlig'i Asmatulla Bek qatorliq 42 odamni tutib, Chin qo'shiniga topshirgandan keyin Chin qo'shinlari shaharga besib kirishga muvaffaq bo'lgan. Bu vaqtdagi Chin sulolasining tarixiy materiallari va Chenlongning Manjuchi tushirgan buyruqlariga oid arxiv materiallardan ma'lum bo'lishicha, Chenlong 1765 yıl 9. ayının 13. gündeki buyrug'ida Ushturpandagi 13 yoshdan tuvan balalar ayollarni ilg'i surgan qilishni, hatto surgan qilinganlarga yo'l ustida ochliq yemak bermaslikni, ularning ochliqdan o'lishi bilan kor bo'lmaslikni, qarshilik qilganlarni o'ldirishni buyurgan. Shahar ilingandan keyin Ushturpanda bir qatimdala 13 yoshdan yuqori bo'lgan 400 odam o'ldirilgan. Orqadan asarga ilingan erlarni birma-bir tekshirib, ulardan yana 1000 odamni qirib tashlagan. Orqadan yana 3000 odamni aniqlab chiqqan. Ularni vaqtincha o'ldirmagan. Ammo podshoh Chenlong ularni ili Urumchi qatorliq joylarga surgun qilib dehqonchilik qilishga, orqadan yana ularni ichkari Xitoy o'lkalariga surgun qilib amaldorlarga qul qilishga buyurgan. Ammo uzun o'tmay bu 3000 kishimi o'xshashlan qirib tashlangan. Bu qo'zg'olonni bostirish uchun Chin ordisi zo'r kuch sarf qilganligi uchun oqibatda Manjur Chin imperiyasi o'zining bu joylarga qaratgan siyosatida yangi bir tangshash elib berishga majbur bo'lgan.